Xullas bitta muammo bor. Nima muammo? Yaxshi ko'rgan qizimning akasi bilan gaplashish kerak. Gaplash? Sen gaplashinglar shuni. Jinnimisan, men nima deb gaplashaman? Kirasanda, menga bering singlingizni desam, bo'l, tamom. Hech bo'lmasa oldinda tur. Ha, bo'pti, yur. Shumi akasi Shu ishlaydigan? bo'lsa kerak. Farxatskidek kardinal shudek. Bor gaplashib chiq. Sen bormaysan. Men nima qilaman o'tda bor, kechasiga kirib gaplashib chiqasan. Bitta ish eplab qila olmaydi bor-ku. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling aka. Assalomu alaykum. Sizlarda mashinaga chexol bormi aka? Bor aka. Keling. O'zi ishlashingiz qanaqa aka? Misol uchun bolalar bormi yo'q? Bolalar bilan aka, faqat bolalar bilan yuramiz mashinada. Qizlar umuman yo'q, faqat bolalar. Yosh bolalar demoqchiman-da, endi ani materialni o'shanga qarab tavsiya qilaman. Yo'q, bolalaringiz bormi? Bolalarim yo'q aka, men bo'ydoqman. Sizga mana ami variant ham yaxshi tushar ekan. Hozir o'zi bizda zo'r aksiya bo'lyapti. Ramazon oyi to'liq o'rnatib berish mutlaqo bepul. Aka, mabodo Cobalt haydaydigan tanishlar bo'lsa, set bor. Mana yastiqchasi, mana sochiqlari bor. Ichidan ikkita chiqadi. Balon qoraytiradigan koordinator o'ziniki. Bitta chexolni olasiz. 100 dollarga ham bormaydi общий narxi. Mana bu model BMW Semyorka. Gentrachilar zo'rayapti mashina. Yoqtiryapti ko'pchilik. Mana M5 xullas bu yoqda hamma mashinaga topsa bo'ladi. Shuncha variant. Qaysi birini tanlaysiz aka? To'g'risini aytsam, o'rtoq qara chexolni do'dasini oldim. Sen nimaga kirib ketding? Alo jonim, bitta yangi chexol bor. Shuni akangga aytib sottirib bera olmaysanmi?